Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekiston fuqarolari Ukrainadagi mehnat migrantlari orasida yetakchilardan bo'ldi. Vaziyat taranglashmoqda. AQSh armiyasi Eronga hujumga tayyor. Tramp buyrug'i kutilmoqda. Jenevadagi muzokaralar natijalari yetarli emas. Zelenskiy. Rossiya va Ukraina Donetsk taqdirini muhokama qildi. Endi esa batafsil. Rossiyadagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Agar sizga registratsiya, продление, NN, уведомление, трудовой договор, deport запретni tekshirish va boshqa shunga o'xshash hujjatlar kerak bo'lsa, bizga bog'lanishingiz mumkin. Xizmatlarimiz arzon va ishonchli. Murojaat uchun hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. O'zbekiston fuqarolari Ukrainadagi mehnat migrantlari orasida yetakchilardan bo'ldi. Ukrainada ishlash uchun 2024-yilda ruxsatnoma olgan migrantlarning 700 ga yaqini O'zbekiston fuqarolari bo'lgan. Bu haqda Migratsiya siyosati idorasi rahbari Vasiliy Vaskoboynik Union agentligi bilan suhbatda ma'lum qildi. Ukrainada urush kechayotgani tufayli mehnat migrantlarni jalb qilishga bo'lgan ehtiyoj kuchaymoqda. Biroq mamlakatda ishlashni xohlovchilar soni kamayib bormoqda. Urush davrida berilgan ruxsatnomalar soni sezilarli darajada kamaydi. 2024-yilda 6000 ga yaqin ruxsatnoma berilgan. 2025-yildagi raqamlarni hali ko'rmadim, ammo menimcha butun mamlakat bo'ylab 8-9 ming atrofida ruxsatnoma berilgan bo'lishi mumkin, dedi ekspert. U urushdan oldin 2021-yilda Ukrainaga ishga joylashish uchun 24 mingta ruxsatnoma berilgan yoki uzaytirilganini aytdi. Qizig'i shundaki, butun mamlakat bo'yicha Bangladesh va Pokistondan atigi bir necha 100 kishi mehnat qilish uchun ruxsatnoma olgan. Eng ko'p ruxsatnoma olganlar esa Turkiya, O'zbekiston va Ozarbayjon fuqarolari bo'lgan, dedi Vasiliy Vaskoboynik. Uning ta'kidlashicha, 2024-yilda eng ko'p ruxsatnomalarni Turkiya fuqarolari olgan. Keyingi o'rinlarda O'zbekiston, Hindiston, Ozarbayjon, Xitoy, Bangladesh, Pokiston va Nepal turadi. 2025-yil kuzida BMTning Xalqaro mehnat tashkiloti vakili Ukrainaga jami 8,5 million ishchi kuchi kerak bo'lishini aytgandi. Vaziyat taranglashmoqda. AQSh armiyasi Eronga hujumga tayyor. Tramp buyrug'i kutilmoqda. AQSh armiyasi 21 fevraldan boshlab Eronga zarba berishga tayyor. Biroq harbiylar prezident Donald Trampning yakuniy buyrug'ini kutmoqda. Bu haqda vaziyatdan xabardor manbalar CBS News'ga ma'lum qildi. Milliy xavfsizlik bo'yicha yuqori martabali amaldorlar Trampga tayyorgarlik haqida axborot bergan. Shu bilan birga ehtimoliy harakat muddati dam olish kunlaridan keyinga surilishi ham mumkin. Tramp zarba berish yoki bermaslik borasida hali yakuniy qaror qabul qilmagan. Nozik milliy xavfsizlik masalasi muhokama qilinayotgani sababli ma'lumotni anonim amaldorlar tasdiqlagan. Oq uy vaziyat keskinlashishini, uning ehtimoliy siyosiy va harbiy oqibatlarini baholamoqda. Pentagon keyingi 3 kun davomida ayrim xodimlarni vaqtincha Yaqin Sharqdan Yevropaga yoki AQShga ko'chirishni rejalashtirgan. Bu chora AQSh operatsiyani boshlagan taqdirda Eronning ehtimoliy javob zarbalaridan xodimlarni himoya qilishga qaratilgan. Oq uy matbuot kotibi Caroline Levitt 18 fevral kungi brifingda Eronga qarshi zarba berish uchun ko'plab sabab va dalillar keltirish mumkinligini aytdi. Biroq u diplomatiya Tramp uchun doimo birinchi tanlov bo'lib qolishini ta'kidladi. Levitt ehtimoliy zarba Isroil bilan muvofiqlashtiriladimi yoki yo'qmi degan savolga javob berishdan bosh tortdi. AQSh davlat kotibi Marco Rubio taxminan 2 haftadan so'ng Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu bilan qo'shimcha muzokaralar o'tkazishni rejalashtirgan. 18 fevral kuni Oq uyning maxsus vaziyatlar xonasida Eron masalasi muhokama qilingan. AQSh rasmiysi va yuqori martabali harbiy amaldorga ko'ra, Yaqin Sharqqa yuborilgan barcha harbiy kuchlar mart oyining o'rtalariga borib to'liq joylashtiriladi. AQShning Abraham Lincoln aviatashuvchi kemasi AQSh prezidenti buyrug'i bilan Fors ko'rfazi mintaqasiga yo'naltirilgan. Abraham Lincoln 90 ta samolyot, ular orasida F-35 qiruvchilari ham bor va 5680 nafar ekipajga ega. Jenevadagi muzokaralar natijalari yetarli emas. Zelenskiy. Rossiya Federatsiyasi delegatsiyasi bilan Jenevada bo'lib o'tgan 2 kunlik muzokaralar natijalari yetarli emas. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy chorshanba kuni 18 fevralda video murojaatida ma'lum qildi. Ukraina natijaga qiziqqan. Bugungi holatga ko'ra natija yetarli deb ayta olmayman, dedi Ukraina rahbari.
Uning so'zlariga ko'ra, harbiylar o'rtasidagi aloqalar jiddiy va mazmunli bo'lgan. Shu bilan birga ehtimoliy murosalarga taalluqli siyosiy masalalar va ikki mamlakat rahbarlarining zarur uchrashuvi bilan bog'liq jihatlar hali yetarlicha ishlab chiqilmagan deb hisoblaydi Zelenskiy. Keyingi uchrashuvni kutyapmiz. Uni yana fevral oyining o'zida o'tkazish to'g'ri bo'lar edi deya prezident so'zlaridan Interfax agentligi iqtibos keltirdi. Vladimir Zelenskiy shuningdek delegatsiya oldiga gumanitar yo'nalishni muhokama qilish vazifasini qo'yganini bildirdi. Asirlar almashinuvi kerak, fuqarolarni ozod qilish kerak dedi u va Ukraina qurolli kuchlarining sa'y-harakatlari ham gumanitar natijalarini, ham Kiyevning kuchli diplomatik pozitsiyalarini ta'minlashini qo'shimcha qildi. Ukraina davlat rahbari muzokaralarda Yevropa mamlakatlari, Fransiya, Buyuk Britaniya, Germaniya va Italiya va qabul qiluvchi tomon sifatida Shveysariya vakillari ishtirok etgani muhim deb atadi. Ukrainada aynan biz har doim Yevropa jarayonining ishtirokchisi bo'lish kerak degan pozitsiyani ilgari surib kelamiz, dedi Zelenskiy. Jenevadagi muzokaralar 17 va 18 fevral kunlari bo'lib o'tdi. Rossiya delegatsiyasi rahbari Vladimir Medinskiy maslahatlashovlarni og'ir, ammo ishchan deb ta'rifladi. Bilasiz, muzokaralar 2 kun davom etdi. Kecha turli formatlarda juda uzoq bo'ldi, dedi u. Medinskiy keyingi raund yaqin vaqt ichida bo'lib o'tishini aytdi, ammo sanani aniqlashtirmadi. O'z navbatida Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi kotibi va Ukraina delegatsiyasi rahbari Rustem Umerov ayrim masalalarga oydinlik kiritilganini aytdi. Biroq bu bosqichda tafsilotlarni oshkor etib bo'lmaydi deb qayd etdi. U shuningdek Rossiya tomoni bilan muhokamalarni intensiv va mazmunli deb atadi. Muzokaralarning ikkinchi kunida delegatsiyalar uchrashuvi bor yo'g'i 2 soat davom etgan. Rossiya va Ukraina Donetsk taqdirini muhokama qildi. Rossiya va Ukraina vakillari Donetsk viloyatida demilitarizatsiya qilingan zona tashkil etishni muhokama qildi. Bunday hududni na Rossiya na Ukraina harbiylari nazorat qilishi ko'zda tutilgan. Bu haqda muzokaralardan xabardor 3 manbaga tayanib The New York Times xabar berdi. Mazkur tashabbus avvalgi takliflardagi g'oyalarni yana kun tartibiga chiqarmoqda. Jumladan noyabr oyida AQSh prezidenti Donald Trump ma'muriyati taqdim etgan 28 bandlik rejada ham shunday zona yaratish nazarda tutilgan edi. Unga ko'ra demilitarizatsiya qilingan hudud Rossiyaga tegishli deb hisoblanishi kerak. Taklif ikki tomonni ham qoniqtirish uchun muzokarachilar ushbu hududda erkin savdo zonasini tashkil etishni ham ko'rib chiqqan. Urushdan keyin hududni boshqaradigan fuqarolik ma'muriyatini tuzish g'oyasi ham muhokama qilingan. Ma'muriyat tarkibiga ham Rossiya, ham Ukraina vakillari kirish kutilmoqda. Biroq hozircha tomonlar bu borada aniq to'xtamga kelmagan.